Assalomu alaykum azizlarim. Mana men oddiy uy bekasi Zarifa oshqozonga og'ir botmaydigan suyuq taom, ya'ni bugun iftorlik uchun sho'rva tayyorlashni maslahat beraman sizlarga. Birinchi bizga kerak bo'ladigan mahsulot: go'sht, qo'y yog'i, kartoshka, sabzi, piyoz, 2 dona bolg'ar qalampiri, ta'bga qarab chesnok hamda ko'katlar. Bularni yaxshilab archib, go'shtni ham sovuq suvda chayib, so'ngra qovurib olamiz. Mahsulotlarimizni chiroyli qilib to'g'rab oldim. Endi buni qozonga solib, yaxshilab qovuramiz. Kutib turibdi, qachon menga go'sht solib qovurasizlar deb. Bismillahirrohmanirrohim deb qozonimizni qo'yib oldik. Bunga ozroq yog' qo'yamiz. Chunki bu yerda dumba yog'imiz bor. Dumba yog'imizni yog'i ham chiqadi. Yog'imizni ozgina quyib oldim. Endi buni qizishini kutib turibmiz. Yaxshilab qizib olgandan so'ng go'shtlarimizni yaxshilab qovurib olyapman. Yaxshilab qovurib olamiz. Ketidan bir qoshiq tomat pastasini solamiz. Men shu tomatdan foydalanaman. Ittifoq bu taomimizni yanada yorqin, chiroyli rang berishida men uchun yordam beradi. Siz ham foydalanib ko'ring. Ketidan suvni quyamiz. Mana suvni quyib bo'lgach, suvga dumba hamda ko'katlarimizni, bolg'arimizni solamiz. Chunki suvga solamiz, qovursak, bular vitamini o'lib qoladi. Vitamini tirik turishi uchun suvga solamiz. Mana sho'rvalarimiz qaynayapti. Endi buni past olovda pasaytirib gazimizni 40-45 daqiqa pishirib olamiz. Sho'rvalarimiz tayyor. Endi buni ko'katlar solib ustiga dasturxonga taqdim qilamiz. Yoqimli ishtaha.